Bu qizlar boylarda deb bizni tashlab ketaverar ekanda deb kelib qoladi-yu. Ha, nima oldi desiz? Qizim mana shu bolaga tegib ketyapti. Qani ko'rsachi dedim. Ha, moliyada o'qiydi ekan-a. Sen ham o'qishni bilasan-a, ish qilibsan. Конечно. ABVGD D'gacha yotdan deb berdi-yu. Yaxshi bu. U qara 5-6 mashinalari ham BMW'si bor ekan, qizig'i bu. Hani amakini qizil tiyka o'stiribdi, ish qilib. Hani o'zidan 3 oylik kichkina edi. Ha, turibdi. Yaxshi. U aychi qara zalga ham chiqar ekan, katta ekan. Bit turib talpadan kaltaygandek ko'rar ekan. Sen kirey chekmay qo'ydingmi ish qilib? Yo'q, chekmayapman. Ya bu katta bo'lsa ham problema emas, zalga chiqsa ham urib bersa bo'ladi. Haqiqatda amaking tikosini to'g'rilatsanglar, ashunda urib o'tib ketsa bilmadim boshqachasiga. Endi seni yutishing mumkin bo'lgan bitta tarafni o'ylab turibman. Bu akada u yerda ko'rinmayapti-yu, parosati. Nasibni tupurib.